Hanafiy mazhabini da'vo qilayotgan kishilar ko'zimizni ochib qo'yaylik. Imom Shofiy bu kishi haqida nimalar deydi? Imom Malik bu kishi haqida nimalar deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo bugungi Juma kunimizda qila turgan ibodatlarimizni Alloh taolo o'zi qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo bugungi Juma kunda qila turgan duolarimizni Alloh taolo o'zi qabul qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barliq musulmonlarga o'zi ofiyat, tinchlik, bepillik bersin. Hurmatli bir-tuganlar, bugün inşallah sizler bilen İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Abu Hanifa'nın ömür bayanını kıskaça sizler bilen bir malumatlarga ega bo'lib ketamiz. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'te ömür bayanı bir cumaga jete turgan emas, balki 4-5 cuma ma'ruza qila turgan, 4-5 cumaga jete turgan ömür bayanı var. Lekin biz qo'limizdan kelishincha İmam-ı Azam kim ekenligi, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh'te ibadatları, al kişinin takvası, al kişinin adebi, al kişinin jurum turumu yönünde ülgü bo'la turgan işlerini inşallah sizlerge aytib beririz. Allah subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde "Men yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fid-din." Allah Taala kimge yaxshilik xolasa, o'sha kishini dinda faqih qilib qo'yadi. O'sha kishini din ilmlarini tushuna turgan, din ilmlarini yaxshi bila turgan fiqh ilmida, ya'ni darat, namoz, huquq ilmlarida eng yaxshi qilib qo'yadi deb payg'ambarimiz aytadi. Kimga Alloh taolo yaxshilik xolasa, din ilmida shunday chug'ur bila turgan ilm egasi qilib qo'yadi deb payg'ambarimiz aytadi. Beshga kirishning eng yengil yo'li, hurmatli bir-tuganlar, ilm oluv yo'li. Beshga kirishning eng ung'ayli yo'li. Beshga kirish qiyin o'zi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ala inna sil'atallohil g'oliya. Bilib qo'yinglar, Alloh taoloning bizga bera turgan matasi qimmat. Bizga bera turgan belagi o'ta qimmat. Bilib qo'yinglar, Alloh taoloning bizga bera turgan belagi bu besh deb payg'ambarimiz aytadi. Beshga kirishlikning eng o'ng'ay yo'li talaba ilm qilish, ilm oluv. Shariat ilmlarini o'rganuv, Qur'on o'quv, Qur'ondan maqsad ne, hadisdan maqsad ne, o'sha ilmlarni o'rganuv. Imom Azam rahmatullohi alayh, hurmatli bir-tuganlar, o'shunday ilmlarda egasi bo'lgan. Abu Hanifa'ni o'zini ati ne bo'lgan kim biladi? Imom Azamning o'zini ati Nu'man ibn Sabit, maşallah, Alloh rozi bo'lsin. Bu kishi 80-hijriy yilda to'ralgan. 80-payg'ambarimiz o'lgandan keyin, ya'ni 70 yildan keyin bu kishi to'ralgan. Ya'ni Grigoriy yili bo'yicha 699-yili bu kishi to'ralgan. Abu Hanifa'ni o'zini ati sizlar aytganday Nu'man ibn Sabit, faqih, muhaddis, Hanafiy mazhabining negizlovchisi. Kufa jergasida Abdul Malik ibn Marwan xalifalik uchurunda bu kishi to'ralgan. Ya'ni Umaviylar xalifachiligida bu kishi tug'ilgan. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'ta aqlli, zeyndu, suylasa kuchli dalillar negizinde tayanib suylagan, kelbettu, bir tuğanlarına qayrumdu, asket kishi bo'lgan. Ya'ni zohid kishi bo'lgan. İmam Azam rahmatullohi alayhning kelbeti qo'z, chiroyli, suluv kishi bo'lgan. Jiparjittu kishi bo'lgan. Qaysi majlisga borsa, shu majlisda ilm bilan qo'zlab tishlagan kishi bo'lgan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh savdo sotiq tarmog'ida
ko'p ishlagan kishi bo'lgan. Ya'ni savdo ishlarida alaktanib, chinchil, amonatga bekim savdogarlar. Hurmatli savdogarlar, sizlar Imom Azam rahmatullohi alayhidan ulgu olib, savdolarni amonatga bekim bo'lishlarni shu kishidan ulgu olib jasasalar, inshaalloh baraka topasizlar. Imom Azam rahmatullohi alayh savdodagi amonat kuchli bo'lganlikdan, to'g'ri so'zni suylaganlikdan klientlari ko'p bo'lgan kishi bo'lgan. Shu Bag'dodda bitta do'koni bo'lgan, shu do'konga aziz birodarlar juda ko'p odamlar shu kishidan savdo qilgani kelardi. Sababi bu kishi rostdan rostgo'y, xushmuomalalik va taqvodor kishi bo'lgan. Imom Azam rahmatullohi alayh, Abu Hanifa rahmatullohi alayh kunduzi bilan ro'za qarmagan, tuni bilan ibodatda bo'lgan kishi bo'lchilar. Birodarlar, Imom Azam rahmatullohi alayh Qur'onga juda bekam bo'lgan kishi. Qur'onni yaxshi ko'rgan, erta-yu kech Qur'on tilovati bilan yurgan kishi bo'lchilar. Imom Azam rahmatullohi alayh kechasi uxlamagan kishi edi. Imom Azam rahmatullohi alayh ibodatlari jo'rida suylay turgan bo'lsa, Hasan ibn Muhammad Qodimtul Kufaga kelib, Kufa ahlining eng ibodatda qattiq bo'lgan kishi haqida so'rasam, Abu Hanifa rahmatullohi alayhni yo'llashdi dedi. Imom Azam rahmatullohi alayh ibodatga juda qattiq berilgan kishi edi. Muhammad ibn Fudayl aytadi, kuntu bi Makkada bo'lgan vaqtimda fama dakhaltu tawafa fi sa'atin min sa'atil layl. Tavofga qaysi paytda kirsam kechasi Abu Hanifani ko'ra olardim deydi. Kechasi tavofga qaysi vaqtda kirsam Abu Hanifa yurgan bo'lardi. Abu Hanifani tinmay ko'rardim va Sufyon as-Savriyni kim tinmay ko'rardim deb bu kishi aytadi. Yahya ibn Abu Ayyub kana Abu Hanifata la yanamu al-layl. Abu Hanifa rahmatullohi alayh kechasi uxlamasdi deydi. Bir kuni Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqida bir kishi jamoat bilan gaplashib turgan paytda Abu Hanifa rahmatullohi alayh eshikdan kirib qoladi. Mana kishi kechasi bilan uxlamaydigan kishi deb haligi Abu Hanifani aytadi. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayh men haqimda odamlar kechasi bilan uxlamaydi deb o'ylaydi ekan deb odamlar o'ylayotgan narsasi yolg'on bo'lib qolmasin degan maqsadda ash kundan boshlab Allohga qasam ichdiki, bundan buyog'iga men o'lgunimcha kechasi uxlamayman dedi. Va 40 yil xuttonga qilgan tahorati bilan bomdodda o'qidi. 40 yil. Imom Azam rahmatullohi alayh qachon uxlardi bo'lmasa, kunduzi tijoratchi edi. Peshindan keyin asr oraligida uxlab olardi ekan. Yozda, qishda esa xuttonda o'qib biroz dam olar ekanda, keyin turib ibodatni qilar ekan. Imom Azam rahmatullohi alayh Abu Osim an-Nabil aytadi, mana aytilayotgan olimlar, aziz birodarlar, ana shu Kufadagi eng katta ulamolar. Yahya ibn Abu Ayyub az-Zahid, Abu Osim an-Nabil, kana Abu Hanifata yusamma al-Watida. Abu Hanifa rahmatullohi alayh ustun degan laqabni olgan ekan, ustun. Turkuk. Sababi likasrati solatihi, namozda tik uzoq turganligi uchun ustun degan nomni olgan deydi bu kishi. Ra'aytu Abu Hanifata qara'a al-Qur'ana fi rak'atin. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bir rakatda butun 30 pora Qur'onni o'qib namozga shuni zamsura qilganligini ko'rdim deydi Abu Osim an-Nabil rahmatullohi alayh. Abu Hanifa rahmatullohi alayh agar Allohga qasam ichib bir gapni gapiradigan bo'lsa, sadaqa berib qo'yar ekan.
har Allohga qasam ichganda vallohi deb gapirib qo'ysa, Allohga qasam deb qo'ysa, darrov sadaqa berib qo'yar ekan shu qasam ichganiga. Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'zini oilasiga qancha xarajat qilsa, shuncha xarajatni tashqaridagi odamlarga ham sadaqa qilib qo'yar ekan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'zi bir yerga kirib taomlansa yoki o'zi bir kiyim oladigan bo'lsa, nech pulga taom olgan bo'lsa, nech pulga kiyim olgan bo'lsa, darrov shuni kambag'allarga shuni pulini berib ehson sadaqa qilib yuborar ekan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء صلاة العشاء 40 سنة. Mis'ab ibn Kidam bir kuni masjidga kirsam, bir kishi namoz o'qiyotgan ekan. Qiroatini eshitib o'tirdim deydi bu kishi. Faqara sab'an, u kishi 7 pora Qur'onni o'qidi namozda. 7 pora Qur'onni o'qidi. Faqultu yarka'u thumma qara'a thuluth. Hozir sajda qilsa kerak, ruku qilsa kerak desam, yo'q, 10 porani bitirdi dedi. 10 poradan ham o'tib ketdi. Hozir yarmini o'qib sajda qilsa kerak desam, Qur'onni yarmiga yetdi, sajda qilmadi. Falam yazal yaqra'ul Qur'ana hatta khatamahu kullahu fi rak'a. Qur'onni eshitib hatto butun bir rakatda hamma Qur'onni o'qib qo'yganligini eshitdim, keyin sajda qildilar deydi. Fa nazartu fa borib oldiga qarasam, bu kishi Abu Hanifa rahmatullohi alayh ekan deb Imom Azam rahmatullohi alayhni bu kishi shunday sifatladilar. Abu Hanifa rahmatullohi alayh aziz birodarlar tijoratchi bo'lgan. Omonatdor tijoratchi bo'lgan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh boy kishi bo'lgan. Atrofidagi shogirdlari u kishining darsiga kelayotgan muridlarini yupun, ya'ni kiyimi yirtiq yamal yurishiga rozi bo'lmagan. Musulmon odam Alloh taolo bergan ne'matini o'zida ko'rishlikni Alloh yaxshi ko'radi degan hadisga muvofiq bu kishi o'zi boy bo'lsa, boylarcha kiyinib, o'zini pokiza olib, eng qimmatbaho xushbo'ylarni chachib yurardi. Imom Azam rahmatullohi alayh Bag'doddan Kufaga tovar tashirdi. Bu kishini olib keladigan tovari ipak bilan shug'ullanardi. Ko'ylaklarni sotardi, materiallarni sotardi. Imom Azam rahmatullohi alayh bir yil o'tganda savdosini, pulini, foydasini to'plab, beradigan zakoti, beradigan sadaqalarini hammasini to'plab muhaddislarga berar ekan. Muhaddis, olim, ilmlik, mufassir, lug'atshunos, tolibi ilmlarga, Qur'on hofizlariga shu 1 yillik daromadini hammasini bo'lib berar ekan va aytar ekanki, Allohga qasam, bu pullarni sizlar o'zingizlarning hojatingizlarga ishlatinglar. Bu menga rahmat aytmanglar. Bu meni pulim emas. Bu sizlarning pulinglar. Alloh taolo shuni meni qo'limda sizlar uchun ko'paytirib qo'ydi. Menga rahmat aytmanglar, bu sizlarning pulinglar. Allohga hamd aytinglar deb pulini shularga infoq ehson qilib tashlardi. Ahli ilmlarni qattiq qo'llab-quvvatlardi bu kishi. Va la tahmadu illalloh fa inni ma a'taytukum min mali. Men o'zimni molimdan bermayapman sizlarga. Bu Allohning fazli, bu sizlarning pulinglar. Fa innahu huwa wallahi mimma yujrihi Allahu lakum ala yaday. Bu sizlarkiydi, Alloh taolo meni qo'limda buni ko'paytiryapti, xolos derkan. Fama fi rizqillahi havlun li g'ayrihi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh bir kuni yoniga kelgan bir odamni ko'rdi-da, ana shu dars o'tayotganida notanish odam. U kishining odatlari bor edi. Notanish odam bo'lsa, qayerdan keldingiz? Nima maqsadda keldingiz? Hojatingiz bo'lsa menga ayting der. Nima hojat bo'lsa, doriga muhtojligingiz bormi, kiyimga muhtojligingiz bormi, nimaga muhtojlik bo'lsa menga ayting deb bir kishi shundan deb ko'ruvdi. Yo'q, men hech narsaga muhtojligim yo'q deb so'radi. Ya'ni ba'zi o'zining atrofidagi notanish odamlar bo'lib qolsa, aziz birodarlar, Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday yordamlarni berar. Siz kimsiz? So'rardilar. Biron bir ehtiyoj olib kelgan bo'lsa, shu ehtiyojingizni men qilib berayin deb Imom Azam rahmatullohi alayh so'raydi.
Imom Azam rahmatullohi alayh, aziz birodarlar, o'zining birodarlari, o'zining do'stlariga foyda qo'yib sotmas ekan kiyimlarni. Bir kuni bir do'sti menga mana bu rangdagi, mana kiyimdagi, fasondagi kiyim olib kelib bering deb zakaz qildi. Xo'p dedi. Olib kelib berdi. Zakazingiz keldi dedi haligi do'stiga. Nech pul dedi? 1 dirham dedi. 1 dirham. Dirham degani kumush tanga, 1 tanga dedi. Hazillashmang dedi. Hazillashgani yo'q, 1 tangaga beraman sizga dedi. Xo'p, mana nimaga 1 tanga o'zingizga foyda qo'ymayapsizmi deganda, yo'q. Men 2 ta kiyim olaman. 2 ta kiyimni bittasini shu kiyimingizdan ya'ni 21 tangaga oldim. Bittasini 20 tangaga sotdim-da, bittasini sizga 1 tangaga beryapman dedi. Foyda qo'ymadingizmi desa, o'zimni birodarlarim, o'zimni do'stlarim uchun foyda qo'ymayman. Hanafiy mazhabini da'vo qilayotgan kishilar ko'zimizni ochib qo'yaylik. Imom Azam rahmatullohi alayhi aziz birodarlar, nima uchun mazhabi butun musulmonlarda yarmi hozir shu kishini mazhabida ibodat qilishadi. Imom Azam rahmatullohi alayhi mazhabida qolgan 3 ta mazhab, musulmonlarning yarmi qolgan 3 ta mazhabda ibodat qiladi. Hanafiy, Hanbali, Shofiy va Maliki mazhablarida. Birodarlar, Hanafiy mazhabining keng tarqalishligiga sabab bu kishi mana shu imomlarning ham ustozi bo'lgan. Imom Shofiyning ustozi Imom Azamning shogirdi Hasan rahimahulloh bo'lgan. Shuning uchun aziz birodarlar, bu kishining taqvosi, bu kishining dindagi bo'lgan, ilmdagi bo'lgan, yurish-turishidagi omonatdorligi sababli bu kishining mazhabi keng butun musulmonlarning yarmiga, musulmon o'lkalarining ko'piga shu kishining mazhabida ibodat qilish hozir fursati bo'lyapti. Imom Azam rahmatullohi alayh, aziz birodarlar, bu kishi haqida ulamolar nima deydi? Mana hozir shunday yoshlar chiqqan, Hanafiy mazhabini mensimayotgan, Imom Azamga hadis to'liq yetib kelmagan, Imom Azam rahmatullohi alayhining ba'zi olib kelayotgan hujjatlari zaif deb turib, Imom Azam rahmatullohi alayhni malomat qilayotgan shunaqa bir toifa yoshlar ham paydo bo'lib qolgan. Bu eng katta xato. Birodarlar, Imom Shofiy bu kishi haqida nimalar deydi? Imom Malik bu kishi haqida nimalar deydi? Qarang, o'zini davridan keyin yashab o'tgan bu boshqa mazhab ulamolari, mushtahid olimlar. Imom Malik rahmatullohi alayhi Muvatta degan 60 mingta hadis yozilgan kitobni to'plagan. Imom Malik rahmatullohi alayhi, Imom Azam rahmatullohi alayhi u kishi shunaqa kishiki degan, agar mana ustun toshdan bo'lgan ustun bu tilladan ekanligiga hujjat keltiringchi desa, hujjatini keltirib beradigan kishi edi deydi Imom Malik rahmatullohi alayhi. Shunaqa hujjati kuchli bo'lgan kishi edi Imom Azam rahmatullohi alayhi. Imom Malikning bu kishiga bergan ta'rifi shunday bo'lgan.